Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Kecha biz xabaringiz bor, retret o'tdik. Kimlardir kelaman deb Instagramdan ham chiqdi. Lekin tayyorlar keldi. Haqiqatan o'zini energetikasini ko'tarmoqchi bo'lgan, haqiqatan o'zini energiyasini tozalamoqchi bo'lgan, ong osti bloklaridan chiqmoqchi bo'lganlar keldi va hozir bir o'quvchim holatlari bilan bo'lishdi. Ya'ni seksual energiyalar ko'tarish amaliyotidan keyin sovg'alarga ochilish mumkin degandingiz. Bir kunda men sovg'alarga ochildim. Biz obedni tugatgan bo'lsak, kechgacha menga 2-3 joydan sovg'a keldi. Hattoki tilla taqinchoqlar kelgan haqida hozirgina telefonda men bilan bog'landi va natijalarini bo'lishdi. Ana shunaqa natijalar sizda ham bo'lishi mumkin. Qachonki o'zingiz ustingizda ishlab, o'zingizni to'siqlaringizni